qaranglar, mashina yonyapti. Shunaqa baland yonyapti. Ovoz mashaqa kelyapti. Tasir sur. Bu qaranglar. Voy, Xudo o'zing saqlagin. Qo'may turganini qaranglar. Odam yo'qmikan ish qilib. Yoniga borgani ham qo'yapman-da. Xudo o'zing saqlagin. Umar o'tmay yoqqa. Bu yoqqa o'tib. Mana pajanilarimiz qaranglar, mana pajanilarimiz yetib keldi. Hozir qanday o'chirishar bir pasda. Ishlashini ko'ringlar bu akalarimizni, maşalloh. Qo'y, mo'ni qaranglar, pajanilarimiz. Akamiz qaranglar ishlashini. Bu qarang, olovga borib, voy. Ichkariga kirib sachyapti. Akalar, men shu 10 metrdan osha yaqinlasha olmayapti. Akam ichida sachyapti, ichida. Buni qaranglar. Voy. Mana qaranglar. Mana. Buni o'zi bir bosim chekildi. Mana qaranglar, do'stlar, ko'para olmayapti. Bularni ko'ringlar. Deyarli hammasi bular turishib oldi akalar. Mana shu shoxdan yordamda bir kura suv. Shu shoxdan yordamda. Tagida. Har holda oz bo'lsa ham musibat sal olsa ham yengillandi, mahsulot asrab qolindi, mashina ketgan bo'lsa ham do'stlar. Qildigan deydigan bo'lsanglar, kommentariyaga yozib ketinglar. Akalar ko'rdinglar, hozir yongan holatda Og'unjon akamizni mashinasi yonib ketdi. Bu aka kimdir mashinasini minardi ekan, shofir bo'lgan ekan. Bu kishi meni kuzatardi ekan, konkurs boshlaganman. Ash pul ajratganman-da obunachilarga. Endi haqiqiy muhtoj odamni men odamni bildim-da men. Ash pullamasiy bir qismini bermoqchiman aka. Endi hech narsaga yaramaydi endi bu pul. Sizlarning pulingizda mana shu 2 pachkasini akamizga berib yuboryapman, rozi bo'lasizlar. Og'unjon akamiz chin ko'ngildan aytishdi aka. Oling aka. Chin ko'ngil. Bu meni pulim emas, obunachilarga ajratgan pulim aka. Mana shu musibat ko'rib turib aka, sizni loyiq deb topdim. Aka aytishdi. Chin ko'ngildan. Aka, men yaqin kompaniyasining boshlig'i bo'laman. Chopqirlik qilib Andijonda ishlayapman deysiz aka. Lyuboy payt kelasiz, bunaqa mashinamiz emas aka, bir bittasini beramiz. Sizlar meni obunachim ekansiz, sizlar kuzatasiz aka. Men sizga ash konkursda g'olib deb e'lon qilib yubordim. Hamma. Pulinglarga rozi bo'lasizlar, mashakamizga berib. Xizmat bo'lsa Alloh o'zi qiladi. Xo'p. Zaptordan qaqatini ketyapmiz. Akalar, pulinglarga rozi bo'linglar. Agar sen noto'g'ri qilding deydigan bo'lsanglar, kommentariyaga yozib ketinglar. Sen to'g'ri qilding deydigan bo'lsanglar, akalar bittadan yurashlarni qizdirib, layklarni bosib ketinglar. Eng egasi ko'ngli cho'talib yurib ketyapti. Xursandmi? Hujjat hamma yonib ketdilar. Hech narsasi qolmadi. Eng qizig'i, bu mashinada 30 gram bilan pul ham bo'lgan ekanda. Biz bergan pulimiz hech narsa emas. Ancha pul ham bor ekan, dokumentlar. O'zim bergan shu shunaqa xursand bo'lasiz jannatda. Alloh o'zi sabr bersin. Mashinaning ichidagi mana shu Gorilla mahsuloti bo'lgan. Ukalarini musobaqa uyushtirilgan federatsiyasining bosh sponsori bo'ladi. Mana shu Gorilla mahsuloti. Endi akamiz boshiga juda katta musibat tushdi. Mashinasi butunlay yonib ketdi, mahsuloti ham yonib ketdi. Bilamiz, bu Gorilla mahsulotini Toshkentda egasi juda ham katta saxiy boylardan deb eshitganmiz. Mana ko'rib turibsizlar. Akamizga ham o'zi yordam beradi degan umiddamiz akalar.
Mana shu videoda shu gorillani belgilab kessanglar, egasiga yetib boradigan bo'lsa, ajomas ozgina bo'lsa ham foydamiz tegsa, xursand bo'lamiz do'stlar. Ko'rib turibsizlar, musibat juda qattiq musibat. Mana pajanilarimiz qaranglar, mana pajanilarimiz yetib keldi. Hozir hademay o'chirishar birpasda. Ishlashini ko'ringlar bu akalarimizni, maşalloh. Qo'y, mun qaranglar, pajanilarimiz. Akamiz qaranglar ishlashini.